Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilari va bizning obunachilarimiz. Bugungi hafta kuniga 4-mart. Xudo xolasa 6 ga 3 do'konimiz bitdi. Mana ichlarigacha Toshkent viloyatini o'ziga qayerdagi mana ikkita vitkasi bor. Mana bu tomoni 1 metr ochiq, ko'chadan ko'rinish uchun savdo qilish imkoniyati bor. Mana bu yerda fortishkalari bilan bu yerda kassa stoli, mana bunday temir pirlavkalari juda ham baquvvat. Bu tomondan xonani haroratini almashtirib olish uchun fortishkalar qo'yganmiz. Antrazit oyna, 4 shisha, laminat pol, dekor plastik. Mana shunaqa do'konlardan kerak bo'ladigan yurtdoshlarimizga va o'zini ish faoliyatini endigina boshlamoqchi bo'lgan tadbirkorlarimizga mana shunday biznesni taklif qilamiz.